Haramdan chiqqanimizdan keyin mana avtobuslar labirintiga duch keldik. Hamma namozdan chiqqan avtobuslar yig'ilib turibdi. Sirasi eshikni ochdik, ketdik hamma mehmonxonaga ovqatlanishga ketyapti. Xudoga shukr, yorug'ga chiqdik. Bizlarga A kerakmi? Topa olamiz hozir. O'zbekmiz, ha? Qayerga? Qaysi mehmonxona bu? Konkat. Bizingiz bering. Munta hotel. Mana bu avtobuslar ketadi. Orqasiga gidelim. Shofirga ko'rsatsangiz aytadi o'zi. Xo'p, rahmat, ha. Xo'p. Bu yerda adashib qolish hech gap emas. Avtobus ham ko'pda qarang. Shuni yig'ib turmay, kelganda ochib yuborsa bo'lmaydimi? Probka hamma avtobusini qidirgan. Bir robka. Sabr birodar. Sana var basmıyor. Oldinda deyapti, eng oldinda. Qancha oldinda bo'lsa shuncha yaxshi kerak-ku. Tezroq chiqib ketamizda. Mana bu tomonda yuringda. A2lar orqasida bo'lishi ham mumkin. Alloh Alloh. Assalomu alaykum birodar. Sinot hotel. Oh, topildi. Sinot. Bir bala hotel. Zabita. To'ldimi? Bizlar Asilbekni izlab bersak, Asilbek ichkarida ekan. Bizlarga to'ldi deb eshikni ochmayapti. Qoldik endi. Oh. Qatorga gapiring, nima deysiz? Hidratga bo'lar aka, teshib ketsak. Buncha hojilar mana avtobusga chiqa olmayapti. Hojilar kelganda avtobusni ochib, qatnatib jo'natavermagan, hamma avtobus yig'ilib turibdi, bilmayman nimagadir. Mana endi yurdi avtobuslar sekin-sekin. Chiqib oldik, bir chiqarishga ham qo'ymaydi. Asilbekdan birinchi borsak, bitta kola olib berasizmi? Agar Asilbek bizlardan birinchi oldin borsa, men olib beraman sizga. Kelishdikmi? Bo'pti. Mehmonxonada ko'rishguncha. Mana oxir-oqibat taksida ketdik. Bobur va akalardan mindirib oldik. Magazinga bersangiz maydalaydi? Tushma. Magazinga berasiz maydalaydi? Mashinada siz pulingiz tushmadimi? Qayerga? Siznikichi hozir aka, meni pulimga o'xshamayapti-ku, meni. Bo'pti akalar, charchamaysiz. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Thank you. Xo'p. Va nihoyat keldik restoranga. Mana hoji bu. Nima dardda? Bobur aka nima dardda bunaqa deydi avtobusda. Ey deydi, ovqat olib qo'ying. Ovqat qo'yib qolyapti-da. Sirxon deganlarga aytdim men. Mana, xudoga shukr yetib keldik. Charchamaysiz. Bu holat ko'plarga tanishdi.